İsmoil alayhissalom. İbrahim alayhissalom Misrdan ayoli Sora va Hojar ismli xizmatchisi bilan Falastinga qaytib keldilar. Bu paytda İbrahim alayhissalom hali farzand ko'rmagan edi. Shu bois Alloh taologa doimo Parvardigoro, menga solih farzand ato qilgil deya duo qilardi. Sora İbrahimning ko'nglidagi umidlarini sezib, menga endi farzand tug'ish nasib etmaydi shekilli. Siz yaxshisi Hojarga uylansangiz bo'lardi. Zora undan farzand ko'rsangiz, dedi. Bu vaqtda Soraning yoshi ancha keksayib, farzand ko'rishdan umid uzgan edi. İbrahim alayhissalom Hojarga uylangach, undan o'g'il farzand ko'rdi. Ismini Ismoil qo'yishdi. Hojar o'z farzandi Ismoilni suyib erkalashlarini ko'rgan Sorada rashk avj olib, İbrahim alayhissalomdan bularni uzoqroqqa yuborishni talab qila boshladi. Soraning Hojar bilan bir xonadonda turishga ortiq toqati qolmagan edi. Alloh taolo o'z taqdiri azalisida iroda etgan ishlarini amalga oshirish uchun Ibrohimga Ismoilni olib Makka sari borishlikni vahiy orqali bildirdi. İbrahim alayhissalom Parvardigorning amri va Soraning xohishiga ko'ra go'dak Ismoil va uning onasi Hojarni olib hozirgi Makka-i Mukarrama shahri tomon yo'l oldi. Sahroda ko'p mashaqqat chekib, uzoq yo'l yurgach, bo'lajak Baytullohning o'rniga quruq cho'lga yetib keldilar. O'shanda Ka'batulloh hali qurilmagandi. İbrahim alayhissalom Alloh taoloning farmoniga binoan yosh Ismoil va uning onasi Hojarni o'sha cho'lda qoldirib, orqaga qaytishga otlandi. Shunda Hojar zorlanib, bu cho'lu biyobonda bizni kimga tashlab ketyapsiz deya iltijo qildi. Bu ishni o'zingizcha qilyapsizmi yoki Alloh taolo buyurdimi? Ibrohimdan Alloh buyurganligi haqidagi javobni eshitgach, ko'ngli taskin topib, unday bo'lsa, Alloh hech qachon bizni zoriqtirmagay deya eri bilan xayrlashdi. Allohning amriga itoat qilgan Hojar o'zining yosh go'dagi Ismoil bilan qolib, olib kelgan ozuqa va suvlarni iste'mol qilib turdi. Kunlar o'tishi bilan ozuqa ham, suv ham tugadi va o'zi ham, chaqalog'i ham nihoyatda chanqadilar. Shunda Hojar suv axtarib, o'ziga yaqinroqdagi Safo tepaligi ustiga chiqib, u yoq bu yoqqa nazar tashladi. Suv ko'rinmagach, nariroqdagi Marva tepaligi tomon bordim va u yerdan ham atrofga qaradim. Lekin suv ko'rinmadi. Shu tariqa bu ikki tepalik orasida 7 marotaba suv axtarib, u yoqdan bu yoqqa borib keldi. Hojar oxirgi bor Marva tepaligiga yetganda bir ovoz eshitdi va ovoz kelgan tomonga boqdi. Qarasaki,
hozirgi Zamzam qudugi o'rnida bir farishta qanoti bilan yer ostidan suv chiqarishga harakat qilardi. Bir onda suv paydo bo'ldi. Buni ko'rgan Hojar xursand bo'lib, u yerga yugurib keldi. Allohga shukrlar aytib, suvdan to'yib ichdi. Suv paydo bo'lgach, qushlar ko'kda, suv tepasida parvona bo'la boshladilar. Bir kuni Jurhum qabilasidan bir necha kishi ushbu suv chiqqan joyga yaqinroq yerdan o'tayotib, samoda qushlarni bir joyda aylanayotganini ko'rishdi. O'sha yerda suv bo'lsa kerak degan xayolda o'zlaridan bir kishini xabar olish uchun yubordilar. Bu kishi suv borligi xushxabarini olib kelgach, barchasi suv yoniga kelib, Hojardan shu yerda qolishlariga ijozat so'radilar. Hojar rozilik bergach, shu yerda yashab, vatan qurib qolishdi. Rivoyat qilishlaricha, Ismoil voyaga yetgach, Jurhum qabilasidan bir qizga uylanadi va ulardan arab tilini o'rganadi. Ibrohim alayhisalom o'z ayoli Hojar va farzandi Ismoildan navbatdagi hol so'rash uchun kelganida, tushida Alloh taolo Ismoilni qurbon qilishga buyurdi. Ibrohim alayhisalom payg'ambarlar tushi ilohiy vahiy ekanligini yaxshi bilardi. Shuning uchun Parvardigori amriga itoat etib, qarigan chog'ida ko'rgan yolg'iz farzandini Alloh yo'lida qurbon qilishga azmu qaror qildi. Farzandi Ismoilning iymonini sinab ko'rish maqsadida ko'rgan tushi va o'z qarorini unga aytdi. Qalbini Alloh iymon nuri bilan sug'organ Ismoil otasiga qarata: "Ey ota, Alloh sizga nimani buyurgan bo'lsa, bajaring. Inshaalloh meni sabrli kishilardan ekanligimga ishonch hosil qilarsiz", dedi. Ota va farzand Alloh taolo farmonini bajarish uchun belgilangan joyga kelishdi. Ismoilni so'yish oldidan farzandim yuzini ko'rmayin deb, uning yuzini yerga qaratib, bo'yniga pichoq tortdi. Lekin pichoq amri ilohiyga itoat etib, Ismoil bo'ynini kesmadi. Shu vaqt Alloh taolo nido qilib: "Ey Ibrohim, farzandingni so'yishdan to'xtagin. Sen sinovdan o'tding. Parvardigoring amrini bajarishga nechog'lik ixlosli va itoatli ekanliging sinaldi. Sen najot topguvchilardan bo'lding. Farzanding evaziga mana bu qo'chqorni qurbonlik qilgin", dedi. Bu voqeadan so'ng Ibrohim alayhisalom uzoq muddat o'z farzandidan yiroqlarda yurdi. Kunlardan birida yana Makka-i Mukarramaga kelib, Ismoil bilan diydor ko'rishgach, unga Alloh taolo yana bir muhim vazifa yuklaganini, u ham bo'lsa insonlar Allohga ibodat qilishlari uchun bir uy qurishga buyurganini, bu bo'lajak Baytulloh ekanligi, uning o'rni shu yerdaligini aytdi. Ismoil otasiga: "Parvardigor amriga biz doim hozirmiz, albatta qurajakmiz", deb javob berdi. Va ota bola Baytulloh poydevorini qo'yishga kirishdilar.
Ka'ba devori ma'lum qadar ko'tarilgach, Ibrohim alayhissalom Ismoilga shu yerga tuzukroq tosh topgin, odamlar uchun bir nishona qilib qo'yib ketaylik dedi. Farishta Jabroil alayhissalom hozirgi turgan Hajarul Aswadga ishora qildi. Shu tariqa Hajarul Aswad Ka'ba burchagiga qo'yildi. Ota-bola Allohdan qilayotgan xolisona ishlarini qabul etishini duo qilib so'rab, Ka'ba qurilishini davom ettirdilar. Ka'ba devori odam bo'yidan yuqori bo'lgach, Ibrohim alayhissalom kattaroq toshni oyog'i ostiga qo'yib, devor qurishni davom ettirdi. Bu toshga Allohning amri bilan Ibrohim alayhissalom oyoqlarining izi tushib qoldi. Bu tosh Ka'ba yonida turar edi. Hazrati Umar davrida u Ka'ba devoridan sal beriga surib qo'yildi. Hozirda bu tosh maqomi Ibrohim deb ataladi. Ismoil alayhissalomni payg'ambar ekanligi haqida Qur'oni Karimda shunday deyiladi: Ey Muhammad, Qur'ondagi Ismoilni eslang. U va'dasiga sodiq va payg'ambar edi. U o'z ahlini namoz o'qish, zakot berishga buyurar edi va Parvardigori nazdida maqbul bandalardan edi. Maryam surasi 54-55 oyatlar. Rivoyat qilinishicha, Ismoil alayhissalom 137 yil umr ko'rgan va Falastinda vafot etgan. Arab tarixshunoslarining fikricha esa Makka-i Mukarramada vafot etgan va onasi Hojar yoniga dafn qilingan.